Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar Zo'r Vlogs kanalini tomosha qilmoqdasiz. O'tgan galgi videoda 100 tonnalik press zanjirini uza oladimi yoki yo'qmi degan videorolik tayyorlagandik. Bu safar esa 100 tonnalik press poyezd relslarini maydala oladimi yo'qmi, buni sinab ko'ramiz. Hammamiz bilamizki, poyezd relslari juda ham pishiq metaldan tayyorlangan bo'lib, juda ham og'ir yuklarni ko'tarishga mo'ljallangan. Hozirgi videoda biz sinab ko'ramiz. Haqiqiy poyezd relsidan sal kichik bo'lgan relsda bu eksperimentni sinab ko'ramiz. Ko'ramiz qanday hodisa ro'y beradi. Mana ko'rib turganingizdek poyezd relsi 100 tonnalik pressda bukilib sinib ketdi. Devorni ham ko'rib turganingizdek ozgina o'yilgan. Kelinglar bu holatni yana sinab ko'ramiz. Birinchi urinishda rels bukilmadi, zanglari ko'chib tushdi. Kelinglar bu holatni yana bir marta sinab ko'ramiz. Mana poyezd relsi bunchalik kuchli bosimga dosh bera olmasdan yorilib ketdi, lekin sinib ketgani yo'q. Bunday holat menga yoqib qoldi. Kelinglar yana bir marta yana bir relsni sindirib ko'ramiz. Mana videoda ko'rib turganingizdek 100 tonnalik pressda poyezd relslari bukilib sinib ketgan holatlar ham bo'ldi. Agarda video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimiz qiziq bo'lgan bo'lsa albatta obuna bo'ling. Keyingi videolar bundanda qiziqarli bo'lishiga harakat qilaman. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.